Assalomu alaykum, Beruni beton quyish obunachilari. Mana bizlar yana bir yerda ishimizni bitirdik. Bu yerda ishimiz bozorda bo'ldi. Xayrli akamning uyi. Steyashkini quyib berdi Xayrli akamning. Bu yerda bari steyashkining kvadrati 450 kvadrat bo'ldi. Bordirimiz 16 metr bo'ldi. Buga ketgan общий xarajat 46 million bo'ldi. Setkisi, klyonka, sement, taş bari içinde 46 million rasxod etdi. Qo'l haqqi, taşga kelsak, taş 5 kamaz ketdi. Sement 370 xalta. Chaga kelsak, zil bilan 11 ris. 11 ris ketgani sababi tiylarni ham shu chaga bilan taxladik. Mana isteyishimiz. Mana chertgan tiyini bo'lsa 12 sant quyib berdik. Traktor kirib chiqadi dedi. Qolgan yerini 10 sant quydik. Mana fundament ham quyib berdik. Fundament ham yana rasxod ichida ketdi bari. İçine ham quyib berdi isteyishsin. Bu yoqdan bordirni o'zi quyib qo'ygan ekan Xayrli akamning o'zi. Mana isteyishimiz. Mana chertaklarni tiyi. Buni burada o'tirdi desangizlar, mana bordir ziyoti bor. Ustini olib tashlash kerak. Shu suv qolgan bu yerda. Mana lisensiya tushirib berdik. Altisini kirib chiqish uchun mana bordirlarimiz. Mana bordirimiz to'g'riligi. Bordirimiz qalinligi 20 sant bo'ldi. Mana bu yog'ini traktor pastga tushuvga rampada ishlab berdik. Bu yerini baland desangizlar, bu yerini ko'maydi. Ko'mgan bilan to'lashib ketadi. Bu masofa bu yoqlarga kirib ketishi kerak. Milliy kiloga kerak bo'ldi-da. Buni meni baland qoldi desangizlar. Mana Xayrli akama steyashkilari buyursin, Xudoyim to'ylar bersin ustunda. Uzoq umr xizmat etsin. Kimda kim shu steyashk qiydiraman desa, Beruni beton qiyish sunnatini telefonlashaverasizlar.